Biz bugun odamlar qanaqa osh yoqtirishini bilib olamiz. Sizga qaysi osh yoqadi? To'y oshi, choyxona palov, Samarqand oshi, Devzir osh hamda maxsus to'y oshi. Menga Samarqand oshi yoqadi. Rahmat aka. Samarqand palovi yoqadi. To'y oshi. To'y oshi. To'y oshi. To'y oshi. Toshkent. Siz vazmi? To'y oshi. Assalomu alaykum. Choyxona bola. To'y oshida. To'y oshi. To'y oshi yoqadi. To'y oshi yaxshiroq variant. To'y oshi. To'y oshi. Toshkent. Toshkentskiy plov. Sizga Toshkentga kelib turibdi. Toshkent. Qozog'istondan kelib turibdi. tushkisiz. O'zimizni Samarqand, Zig'ir To'y oshi. Qo'qon oshi aka. Qanaqa bo'ladi? Devzir oshi, vodiycha. Vodicha. Menga ham to'y oshi. Bizani 5 qozon ilovamiz bor. Agar 5 qozon ilovadan buyurtma qilsanglar, birinchi buyurtmalarni bepul yetkazib beramiz. Xabaringiz bormi? Yo'q lekin. Bobodoga. Akalar rahmat. Charchamanglar. Sizga qaysi osh yoqishdan qat'iy nazar biz sizni 5 qozonda kutib qolamiz. Bizda hammasidan bor.